Donald Tramp Afg'onistondagi Bagram bazasidan aslo voz kechmasligimiz kerak edi, deydi. AQSh prezidenti Donald Tramp Afg'onistondagi harbiy Bagram bazasini yana qayta qo'lga kiritish borasida muloqotlar olib borayotganini ma'lum qildi. 2021-yil AQSh qo'shinlari Afg'onistondan chiqib ketgandan so'ng Bagram bazasi Tolibon qo'liga o'tgan edi. Endi esa Tramp ushbu bazani qaytarib olish masalasini Afg'oniston rasmiylari bilan muhokama qilayotganini bildirdi. U bazaning ayni paytda Xitoy tomonidan nazorat qilinayotganini iddao qilmoqda. Donald Tramp Bayden hukumatı bazadan bekor chiqib ketib qoldi. Bu esa katta xato edi. Bagram bazasidan hech qachon voz kechmasligimiz kerak edi. Endi esa nima bo'lishini birgalikda ko'ramiz. Afg'oniston bilan qaytadan kelishmoqdamiz. Agar bazani qaytarsak, kichik AQSh harbiy bazasini saqlab qolishimiz mumkin, deydi. Tolibon tashqi ishlar vazirligi vakili Zakir Jaloliy AQSh bilan muloqot qilish mumkinligini, ammo amerikalik harbiylar Afg'oniston hududida bo'lmasligi kerakligini ta'kidladi. Reuters agentligining ma'lumotiga ko'ra, bazani qaytarib olish rejalari mamlakatni yana ishg'ol qilishga olib kelishi mumkin. Bu uchun 10 minglab harbiylar va rivojlangan mudofaa tizimlari zarur bo'ladi. Ammo hozircha AQShda bunday reja ustida faol ish olib borilmayapti, chunki bu reja qimmatga tushadi. Mutaxassislar ba'zan nazorat qilish va unga xizmat ko'rsatish uchun katta inson kuchi talab qilinishini ta'kidlamoqda. Shuningdek, sobiq AQSh harbiy rasmiylari bazaning Xitoyga yaqin joylashuvi harbiy jihatdan katta afzallik bermasligini bildirgan. Va shuni ham eslatib o'tamiz, Bagram bazasi 2001-yil 11-sentyabrda Nyu-York va Vashingtonda uyushtirilgan terror hujumlaridan keyin boshlangan 20 yillik urush davomida AQSh qo'shinlarining Afg'onistondagi eng asosiy harbiy bazasi bo'lgandi. Siz uchun maxsus Demokrat.uz har doimgidek eng muhim ma'lumotlar bilan bo'ldi. Bizni kuzatishda davom eting.